Nima uchun najotga muhtojligingiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Inson tug'ilganidan boshlab u umidsizlikka tushib yig'laydi. Avvaliga u ochlikdan qichqiradi. Keyin u gamxo'rlikni sog'inib yig'laydi. Bolalar ulg'aygan sari ularning ehtiyojlari va umidsizliklari turli yo'llar bilan namoyon bo'ladi. Tug'ilganimizdan beri qalbimizda yashiringan istaklar ortida nima yashiringan? Muqaddas kitob inson istaklari va noroziliklarining tug'ilishdan kelib chiqishi haqida guvohlik beradi. Ular ochkozlik, hasad, nafrat, gazab va nizo deb ataladi. Ochkozlik, hasad va nafrat chaqaloqlarda hech kim o'rgatmasdan tug'iladi. Bu biz tug'ilganimizda onalarimizdan meros qilib olgan gunohkor tabiatdir. Inson tabiati tufayli dunyo nafrat, mojarolar, jinoyatchilik va urushlarga to'la. Shunday qilib, Dovud e'tirof etdi: "Mana, men tug'ilganimdan gunohkorman, onam meni homilador qilgan kundan boshlab gunohkorman." Zabur 52:5. Odamlar asta-sekin gunohkor bo'lib qolmaydilar, ular gunohkor bo'lib tug'iladilar. Shuning uchun bu gunoh asl gunoh deb ataladi va bu gunohning boshlanishi ilk insonlar, odam ato va momo Havoning yaratguvchi Xudoga qarshi isyoni bilan bog'liq. Insonlar Xudo qoralagan bu gunohni yo'q qila olmagani uchun, odamlar bu gunoh muammosini hal qila olmaydilar. Xudo allaqachon inson qalbining moyilligi yoshligidan yomon ekanligini e'lon qilgan. Ibtido 8:21. Inson gunohkor bo'lib tug'iladi, gunohda yashaydi va gunohkor bo'lib oladi. Muqaddas kitobda inson bir marta o'lishi va undan keyin hukm qilinishi kerakligi tayinlangan, deyilgan. Ibroniylarga 9:27. Hayot olim bilan tugamaydi va olimdan keyin bizni ikki xil abadiy dunyo kutmoqda. O'sha chorrahada tirikligingizda jannatga yoki do'zaxga borishingizni o'zingiz hal qilishingiz kerak. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: inson uchun to'g'ri yo'l borga o'xshaydi, lekin oxir-oqibat u olimga olib boradi. Hikmatlar 14:12. Siz hozir olim yo'lidan ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Keyin omon qolish uchun orqaga qaytishingiz kerak. Gunohdan qutulmaganlar Xudo tomonidan hukm qilinadi va abadiy azobga, ya'ni do'zaxga hukm qilinadi. Lekin Xudoning ajoyib inoyati insoniyatga umidsizlikda berildi. U insoniyatning gunohlarini yuvish uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Xudoning tamoyillariga ko'ra, gunohsiz, solih insonning qoni bilan yuvilishi kerak. Shuning uchun Xudo o'z o'g'lini dunyoga inson qiyofasida yubordi va solih qonini xochda to'kdi. Shuning uchun muqaddas kitobda shunday deyilgan: Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yuhanna 3:16. Agar siz bu dunyoga kelgan Xudoning o'g'li Iso Masih bizni gunohdan qutqaradigan najotkor ekanligiga ishonsangiz, bu sizning najot topishingiz haqidagi Xudoning e'lonidir. Boshqacha qilib aytganda, Iso Masih sizning gunohlaringiz uchun to'lovni to'lash uchun o'z qonini to'kdi va xochda oldi. Najot tamoyilini diagramma bilan qisqacha tasvirlab beray. Iso Masihni najotkoringiz sifatida qabul qilish uchun avvalo gunohkor ekanligingizni tan olishingiz va Xudoga chin dildan tavba qilishingiz kerak. Keyin ma'naviy jihatdan hayratlanarli bir narsa yuz beradi. Gunohlaringizdan chin dildan tavba qilganingizda, barcha gunohlaringiz Iso Masihga o'tadi. Chunki Iso xochda qonini to'kdi va gunohlaringiz uchun to'lovni to'ladi. Bu ma'naviy ne'matlar siz Isoga chinakam ishonganingizda yuzaga keladi. Barcha gunohlaringiz Iso Masihga yuklanganda, uning sof solihligi ham sizga yuklanadi.
Siz bu solihlikni qabul qilasiz va Xudo oldida solih deb hisoblanasiz. O'tmishdagi gunohlar hayotingizda qolsa ham, Xudo ularni eslamasligini va'da qilgan. Xudoning bu va'dasi tufayli siz Xudoning farzandi bo'lasiz va Xudo sizni jannatga olib boradi. Endi siz Iso Masihni yuragingizga najotkoringiz sifatida qabul qilishingiz va unga butun qalbingiz bilan ishonishingiz kerak. Siz Iso Masihni najotkoringiz sifatida qabul qilasizmi? Agar shunday bo'lsa, quyidagi ibodatni o'zingizniki deb hisoblang va uni o'qing. Xudo, men fikrda, so'zda va amalda katta gunoh qildim. Men bu gunohlar muqaddas Xudo bilan bo'lgan munosabatimni buzganini va hayotimni abadiy azob-uqubatlarga mahkum etganini angladim. Xudo, men hozir sening oldingda turibman. Men Iso meni sevish va qutqarish uchun dunyoga kelgan Xudoning o'g'li ekanligiga ishonaman. Va men Iso mening loyiq bo'lgan jazoni o'z zimmasiga olib, xochda olganiga ishonaman. Xudo, men chin dildan tavba qilaman va o'tmishdagi xatolarim va gunohlarimdan qaytaman. Iltimos, barcha gunohlarimni kechiring. Endi men yuragim eshigini ochaman va Rabbimiz Iso Masihni najotkorim sifatida qabul qilaman. Men Iso abadiy mening najotkorim bo'lishiga ishonaman. Iso nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Endi siz yangi insonsiz va muqaddas kitob buni Xudoning kalomining kuchi orqali sizni qayta tugilgan deb atash orqali tasdiqlaydi. 1 Butrus 1:23. Ruhan qayta tugilgan inson ruhiy ozuqaga muhtoj va bu ozuqa Xudoning kalomidir. Shuning uchun muqaddas kitobda yangi tugilgan chaqaloqlar kabi sof kalom sutini istanglar 1 Butrus 2:2 deyilgan. Boshqacha qilib aytganda, muqaddas kitobda topilgan Xudoning kalomini istang. Muqaddas kitobni har kuni o'qish sizga manan yetuk inson bo'lib ulgayishingizga yordam beradi. Xudoning kalomini o'qiganingizda siz ruhiy jihatdan Xudoning ovozini eshitasiz va ibodat orqali u bilan gaplasha olasiz. Shunda Xudo va'da qilgan jannat umidi qalbingizda yanada yorqinroq porlaydi.